elektr energiyasiga rasxod mana shu joyingizga keldimi? Onasini yersin deb boryapsizmi? Aynan bu video siz uchun. Hozirda bozorda juda ko'p joylarda ko'ryapmiz. Arzon mahsulotlarni sodda dehqonlarimizga juda ham sifatsiz qilib o'rnatib ketishyapti. Men tagidan avtomatga suv o'tib ketib qolsa, juda ham yong'in xavfi kuchli. Bu video faqat quyosh paneli o'rnataman va davlat elektr energiyaga pul to'lamayman va ortiqcha energiyani davlatga sotaman degan tadbirkor va dehqon akalarimiz uchun 80% Qashqadaryoda qo'yilayotgan dehqonlarni proyektlarni ko'rib chiqdim. Men o'zimdan videolari bor, juda ham sifatsiz o'rnatilgan. Bu davlat standartlariga, quyosh paneli o'rnatish standartlariga umuman to'g'ri kelmaydi. Hozirda bozorda juda ko'p joylarda ko'ryapmiz. Arzon mahsulotlarni sodda dehqonlarimizga juda ham sifatsiz qilib o'rnatib ketishyapti. Hozirda quyosh panellarimiz uchun 30 yil garantiya beramiz. Invertorlarimiz uchun 3 yildan 5 yilgacha garantiya beramiz. Hozirda bozorda juda ko'p joylarda ko'ryapmiz. Arzon mahsulotlarni sodda dehqonlarimizga juda ham sifatsiz qilib o'rnatib ketishyapti. Hop, sizga ham birinchi qo'l podstavchik yo'q, sifatli mahsulotlarni hozir bir tanishtirib o'tamiz. Hop, Davut Energy har doim ustunovka uchun Longi, Jinko, Trina Solar, Era Solar quyosh panellaridan foydalanib keladi. Bu quyosh panellarimiz 30 yil garantiyaga ega. Invertorlarimiz hop, nasos uchun chastotli invertorlarimiz 2 xil 3 xil turlardan bor. Bular ham garantiyali. Hop, endi dehqon akalarimiz uchun eng zo'r davlat to'ki yetib borgan fermer akalarimizga zo'r narsa o'ylab topib qo'ydik Davut Energy tomonidan. Metal konstruksiya va chastotli invertor qo'yib ketishadi. O'shadan ko'ramiz sifatsiz. Bizda quyosh paneli qo'yiladi gradusga qarab. Ikkinchisi metal konstruksiyani qalin yoki da atsinkovkadan yoki da chorniy metalli chirimaydigandan ishlatamiz. Uchinchisi invertorlarimiz sifatligidan ishlatamiz. Chunki hop fermer xo'jalikda Wi-Fi bo'lmaganning hisobiga monitorli invertorlarimizni o'rnatib beramiz. Hop, bu tarafda o'zini maxsus quyosh panellarini avtomatlari DC, UZI, prodometr shular bilan qo'yish kerak. Bu yong'inning xavfini oladi, invertor qo'yishning xavfini oladi va quyosh panelidan kelayotgan toklarni invertorga o'rtada uzatib beradi. Endi hop, dehqonlarga o'sha eng zo'r taklifimiz, hozir dehqon akalarimiz bir kunda ishlatsa, yer maydonlariga chastotli bilan 3-4 soat bir kunda tok ishlatadi. Bu avtonom bo'lib ishlaydi. Davlat toki kerak emas. Oshiqcha energiyani hech qayerga sota olmaydi. O'shaning hisobiga biz Davut Energy tomonidan hop, motor uchun chastotli invertor qo'yamiz va yoniga o'sha kilovatga moslangan invertorni ham qo'shib beramiz. Bu invertor mutlaqo tekin. Bu invertor nega tekin desangiz, ortiqcha dehqondagi energiyani davlatga sotib turadi. Agar fermerimizga davlat toki kelgan bo'lsa, bu ham bitta 20 kilovat, 30 kilovat quyosh panelida bir kunda ortiqcha 70 kilovat, 80 kilovat elektr energiyasi bo'ladi. Dehqon uchun oyiga 1,5 million, 2 million daromad kelib turadi. Agar dehqonni elektr energiya davlat toki dehqonga kelgan bo'lsa, avtonom bo'lsa, faqat chastotli orqali foydalanasiz. Hozirda bizda Davut Energy'da 1 kilovat quyosh panel dehqonlar uchun chastotli va 10 grid invertorlari bilan 4 milliondan qo'yib beramiz. Sifatli quyosh panellaridan ishlatamiz, garantiyasi bor. Xo'p, quyosh panellarimizga keladigan bo'lsak, Jinko yoki da Era Solar quyosh panellarini Astro Energy quyosh panelini qo'yib beramiz. Xo'p, fermerimizga davlat toki kelgan bo'lsa, bu ham bitta 20 kilovat, 30 kilovat quyosh panelida bir kunda ortiqcha 70 kilovat, 80 kilovat elektr energiyasi bo'ladi. Dehqon uchun oyiga 1,5 million, 2 million daromad kelib turadi. Agar dehqonni elektr energiya davlat toki dehqonga kelgan bo'lsa, avtonom bo'lsa, faqat chastotli orqali foydalanasiz. Hozirda bizda Davut Energy'da 1 kilovat quyosh panel dehqonlar uchun chastotli va 10 grid invertorlari bilan 4 milliondan qo'yib beramiz. Sifatli quyosh panellaridan ishlatamiz, garantiyasi bor. Xo'p, quyosh panellarimizga keladigan bo'lsak, Jinko yoki da Era Solar quyosh panellarini
Astro Energy quyosh panelini qo'yib beramiz. Hop, ko'p joylarda ko'rdim. Panelni olib boradi, metal konstruksiyani kraska qilish yo'q. Avtomatni shundoq panel tagiga qo'yib ketadi. Panel tagidan avtomatga suv o'tib ketib qolsa, juda ham yong'in xavfi kuchli. O'shani hisobiga temir shitlardan foydalanamiz. Ishlarimizni sifati, hozir video oxirida ishlarimiz sifatini ko'rsatamiz. Quyosh panelini qandoq o'rnatish kerak, metal konstruksiya qanaqa kraska qilish kerak, qanaqa avtomatlardan foydalanish kerak. O'shani video davomida qo'yamiz. Xuddi o'sha sifatda o'zbegimni, ya'ni sodda dehqonlarga aldamasdan, yolg'on yo'q, chisti yaxshi mahsulot bilan qo'yib beramiz. Chunki 100 million, 80 million pul olgandan keyin o'zi dehqon bir yilda bir marta qo'liga pul ko'radi. Risk ekayotgan narsasi ham o'shani hisobiga hech bo'lmasa sifatli mahsulot qo'ygan yaxshi. 80% Qashqadaryoda qo'yilayotgan dehqonlarni proyektlarini ko'rib chiqdim. Men o'zimman videolari bor, juda ham sifatsiz o'rnatilgan. Bu davlat standartlariga, quyosh paneli o'rnatish standartlariga umuman to'g'ri kelmaydi. O'shani hisobiga adashmaslik uchun ertadan keyin telefon qilganingizda telefonni ko'taradigan va ishonchli, bozorda 2 yil, 3 yil tajribasi bor, ustalarning sertifikati bor va arzon optim bozordan olishni taklif qilamiz. Pastdagi raqamlar orqali Davut Energy'ga bog'lanishingiz mumkin.